ko'rasizmi adasini? Ha, ko'r. Şu narolada bor, şu. O'zi pishadi. Bu katta o'kitgani bu. 2 barobar shirin deydi. Ha, hozir yeb ko'rayotasiz. Bu hali pishmagani bu. Просто uzber, sarg'ayganda o'shin. Ana asal bo'lib ketadi bu. Kimlardir shirinni yaxshi ko'radi. Yeb ko'ring, haqiqatda shirin ekan. Chesno. Chesno bo'lganda anaqa, mana bunaqa chesno bo'lgan. Qurib qo'ygan bo'lgan u ham. Bu yoqlarda o'sha bunda o'tirib qarasangiz, hammasida banana bor-ku buni. Ben yonidan 2 ta qoldirganman, 2 kilo bilan hosil chiqib turadi. 3-4 ta qoldirganman, 4 ta hosil beradi. Buni to'xtamasdan. Mana tirgovishni qilish kerak. Mana o'zini o'g'itini o'ziga sovaman mana ko'ryapsizmi? Qaysi bayyimi? Ha, baylarni o'zi solaman. Shunda ustiga tashab qo'yasizmi yoki ko'mib qo'yasizmi? Yo'q, tashab qo'yaman, o'zi chiriydi bular. Qurib, mana. Tez chirib ketadi bular, bormi? Hammasini shu solaman. Keyin endi ko'chirgan go'ni bunga solib qo'yaman. Ustiga hozir banana ham sotaman, ham ko'chat sotaman. Ko'chatga klient bor, faqat Eng zo'ri ko'chat sotish. yo'q, bu ham ishi zo'rda. Alayski. Yangi yilda Alayski olib ketadimi? Alayski emas, bu Yusobod, Ekobozor. Kilosi 30 ming, 35 mingmi hozir? Bu Hozir bu- ketish. Men bu yerda 20 mingdan beryapman. Arzonlashib qoldi. Men meva ko'p hozir, nima ko'p? Hamma yoqda meva ko'p. Shuvchilik. Nega unaqa qo'shadi? Shunaqa bo'lib ketganda edi O'zbekiston yer yoqqan, bilaga. Bunisi